Bitcoin dunyodagi eng qimmat kriptovalyuta hisoblanadi. Uning hozirgi narxi $95,000 dan ortiq. Bir paytlar esa uning narxi $1 dan ham past edi. Lekin kripto bozorda faqatgina Bitcoin orqaligina emas, balki boshqa kriptovalyutalar bilan ham yaxshigina foyda olish mumkin. Pavel Durov, Elon Musk va Donald Trump bular Bitcoingagina sarmoya kiritish bilan cheklanibgina qolmasdan, boshqa kriptovalyutalarga ham sarmoya kiritishadi. Bugungi videoda bir nechta milliarderlar Bitcoindan tashqari yana qaysi kriptovalyutalarga sarmoya kiritishganini ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan birga OP23 TV kanali. Forbes jurnalining ma'lumotlariga qaraganda 2025-yilda Donald Trumpning boyligi $7 milliard dan oshgan va ularning ko'pchiligi kriptovalyutalar orqali topilgan. Donald Trump 2024-yilda World Liberty nomli kriptoaktivlarga sarmoya kirituvchi kompaniyaga oilasi bilan birga asos solgan. World Liberty Financial kompaniyasi asosan Ethereum va Wrapped Bitcoinga sarmoya kiritgan. Undan tashqari $14 million ga Tron altcoiniga ham sarmoya kiritgan. 47 milliard donadan ortiq World Liberty Financial kompaniyasining o'zining tokeniga ham sarmoya kiritilgan. Uning hozirgi paytdagi narxi $9 milliard dan ortadi. Donald Trump o'zining shaxsiy meme coinini ham chiqargan edi. O'sha paytda uning bozordagi kapitali $9 milliard dan ortiq edi. Bir necha oy ichida esa uning bozordagi kapitali $1,5 milliard ga tushdi. Dunyoning eng boy odami Elon Musk Forbes jurnalining ma'lumotlariga qaraganda 2025-yilda uning boyligi $500 milliard dan oshgan. U o'zidagi kriptoaktivlarni yashirmaydi. Elon Musk doim Bitcoin, Ethereum va Dogecoinga sarmoya kiritganini aytib keladi. Elon Muskning Tesla kompaniyasi Bitcoinga $1,5 milliard dan ortiq sarmoya kiritgan. Musk ayniqsa Dogecoinni juda yaxshi ko'radi. U Dogecoinni xalqning kriptovalyutasi deb ataydi. Pavel Durov, Telegramning asoschisi, uning boyligi $17 milliard dan ortiq. Durovning boshqa milliarderlardan ajralib turadigan jihati u villalar yoki kemalar sotib olmaydi. U ko'pincha kriptoaktivlarga sarmoya kiritadi. Durov 10 yildan ortiq vaqtdan beri Bitcoinga sarmoya kiritadi. Pavel Durovning Elon Musk va Donald Trumplardan farqi shundaki, u o'zining ismi bilan meme coinlar chiqarmaydi. Pavel Durov o'zining eng katta sarmoyasini asosan Bitcoin va Toncoinga kiritgan. OP23 TV kanali va Lionel Messiga tavsiya qiladi. 100 milliondan ortiq odam Bitget kripto platformasida ro'yxatdan o'tishdi. Copy trading imkoniyati, eng past komissiyalar, 800 ga yaqin kriptovalyutalarda savdo qilish imkoniyati. O'z kriptovalyutalaringizni ishonchli platformada saqlang. Video ostidagi yoki kommentariyadagi manzil orqali kiring, ro'yxatdan o'ting va $6,200 gacha bonus oling. Bitget, aqlliroq savdo qiling. Kripto milliarderlarni sanab o'tganda Justin Sunni ham qo'shib o'tmasdan iloji yo'q. Justin Sun u Tronning asoschisi bo'lib, dunyodagi eng katta kripto milliarderlardan biri hisoblanadi. U o'zining asosiy sarmoyasini o'zining tokeni bo'lgan Tronga qilgan. U o'zining tokeni bilangina cheklanibgina qolmay, yana boshqa kripto tangalarga ham sarmoya kiritadi. Jumladan Ethereum, USDT va BitTorrent tokenlarga ham sarmoya kiritgan. Uning hamyonida juda ham ko'plab kripto tangalar bor. Eng qizig'i esa Justin Sun meme coinlarga ham qiziqadi. Jumladan uning hamyonida Shiba Inu va Floki meme coinlari ham bor. Larry Fink, BlackRock kompaniyasining asoschisi va direktori. BlackRock kompaniyasining 2025-yildagi bahosi $13 trillion dan ortiq deb baholandi. 2017-yilda Larry Fink Bitcoinni pul yuvishning indeksi deb atagan edi va Bitcoinga sarmoya qilish haqiqiy sarmoya emas deb hisoblagan edi. Lekin vaqt o'tishi bilan Larry Finkning fikri o'zgardi. BlackRock kompaniyasi Bitcoinning ETF'ini chiqarishdi va Ethereumga ham chiqarishmoqchi. BlackRock kompaniyasi hozirda 800 mingdan ortiq Bitcoinni saqlab kelyapti. Kripto bozorda narxlar qulayotgan paytda ham Bitcoinni sotib olaveradigan Michael Saylorni ko'pchilik tanisa kerak. U milliardlab dollarlarni Bitcoinga sarmoya kiritgan.
Bitcoin'ning narxi ko'tarilganda ham, tushganida ham Michael Saylor uni sotib olishdan to'xtamaydi. Michael Saylor asos solgan Strategy kompaniyasida hozirda 600 mingdan ortiq Bitcoin bor. Changpeng Zhao yoki shunchaki CZ, Binance kompaniyasining asoschisi. U juda ham ko'plab kriptovalyutalar va memcoinlarga sarmoya kiritmaydi. Uning 98% dan ortiq sarmoyasi BNB tokeniga qilingan. CZ hazillashib o'z haqida men zerikarli yigitman deb aytgan edi va rostdan ham xuddi shunday. Chunki juda ham ko'plab milliarderlar juda ham ko'plab altcoinlar va memcoinlarga sarmoya qilayotgan bir paytda CZ esa atiga birgina tokenga sarmoya kiritadi. 10 yildan ortiq vaqtdan beri butun dunyo uning ismini biladi, lekin kim ekanligini haligacha hech kim bilmaydi. Gap Satoshi Nakamoto haqida ketyapti. Bitcoin'ni kashf etgan Bitcoin'ning asoschisi Satoshi Nakamoto, uning hamyonida hozirda 100 milliard dollardan ortiq Bitcoin bor. Dunyodagi eng ko'p Bitcoin Satoshi Nakamotoda borligi sababli Satoshi Nakamoto hozirda dunyoning eng boy odamlardan biri hisoblanadi. Eng qiziq fakt shundaki, Satoshi Nakamoto 2009-yildan beri o'zi saqlab kelayotgan Bitcoinlarning atiga $1 ham tegmagan. Ba'zi bir odamlarning nazariyasiga ko'ra Satoshi Nakamoto vafot etgan, chunki 100 milliard dollardan ortiq pul bo'lsa ham atiga $1 ham ishlatmagan.